Birinchi bolaga homilador bo'lganingda. Yopmang, bolaga og'irlik qilishi mumkin. Ko'rpa yengil amal. To'rtinchi bolaga homilador bo'lganingda. Bolang qorningga chiqib qolibdi, nima qilmaydimi? Hech nima qilmaydi, aka o'ynashyapti. O'g'il ekanmi, qiz ekanmi? Hovliqmang, hali muddati kichkina, hali vaqt bor. Unda ertaga kelaman yana. O'zingiz olib bordingizmi? O'g'ilmikan, qizmikan? To'g'risi, umuman qiz emas, tug'ilsa bo'ldi. Ish qilsam bolaga yomon ta'sir qiladi, yuvmayman. Zebo, bolaga zarari bor. Ish sarsa qilmaydi, ishchan bola bo'ladi bu ham. O'zi qiynalib nima qolsa? Kiyimim dog'in ketqiza olmayapman. Zebo, babi olib kelib qo'ydim. Uyga yangi avlod texnologiyasi oldingidek endi kir sovunni 3-4 soatlab qaynatish shart emas. Qaynoq suvga 3-4 qoshiq solib ivitasan. Keyin oq sovunga yoki parashokka chay yuborsang bo'ldi. Kiyimlardan tashqari idish tovlarni ham shunda yuvsang bo'ladi. Aytmaysizmi, shuni aqliroq bering. Umid aka, turing telefonni. Turing, Oyjonga aytamiz. Kim telefonni? Oyjon, eshitding telefonni. Ana. Qo'shniga ayting. Qo'shni, eshitding telefonni, eshitding. Onangni tepma bolam, men seni onangman.